Oy, salom, buncha tayyorlanasan, qalisan. Yaxshi, o'zing qalisan. To'xta. O'qishga kirdingmi, shuni gapir iltimos. Birinchi yil o'qishga kira olmading, ikkinchi yil kirding lekin. Shunaqada kirdim. O'qishga kirding, ota-onang orzusi amalga oshdi. Eng oxirgi karantindan oldingi to'ylardan biri saniki bo'ldi va 6 oy mobaynida butun dunyo karantinda uyda o'tirishdi. Ishonasan, Angliyaga yashashga kelding, xo'jayining, oilang, ikkita farzanding bor. Shunaqa. Izoza va Salim 3 yildan buyon Angliyada yashaysizlar. Xo'p, orzularing san Aytaymi? mashhur bo'la olding. Alloh san unutgan orzularingni ham unutmaydi. San taniqli bo'lding, san bloger bo'lding. Sana nafaqat O'zbekistonda, balki Angliyadagi taniqli o'zbek blogerlaridan bo'lding. Sani Germaniyada, Italiyada, Qozog'iston, Qirg'izistonda tanishadi. Hattoki katta kompaniyalar bilan birga ishlading, o'zingni birinchi daromadingni qilding. Birinchi oyligingni aytaymi, nech pul edi? Sani birinchi oyliging 2000 dollardan yuqori edi. To'g'risi men kuchliligim bilardim, lekin bu xursandchilik tomonlari, lekin sen ancha qiyinchiliklardan o'tding. Bu qiyinchiliklarda sen sabr bilan o'tding. Oson bo'lmadi hech narsa. Va bugun bitta yangilikni aytmoqchiman. Sizlar oilaviy qaror qabul qildinglar va biz O'zbekistonda yashashga qaror qildik. Sen bundan keyin O'zbekistonda yashaysan. 2 haftadan keyin O'zbekistonga biletlaring tayyor turibdi. O'zbekiston vatanim kutib ol.